Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hozir motobloglarimizda obzor qilib o'tamiz narxlarni. Mana Xiromika firmasidan 7 ga 9, balonlari 12 ga 600, 3 qatorli frezerlarda mana narxiga keladigan bo'lsa 5 million 200 ming so'm qilib beramiz. Xohlasangiz mana bundaqa pritsiplar ham bor. 500 kilolik, uni narxini 2 million 200 ming qilib beramiz. Ochar mana 250 ming so'm universal. Ochar 150 ming so'm. Oddiy temir balonlar bor. Komplekt 500 ming so'm. Plug bor 250 ming so'mdan. Keyin Fora firmamizdan 7 motoblogimiz. Mana bu Fora firmasidan pichoqlariga keladigan bo'lsak 4 talik bo'ladi. Baloni 8 ga 10, 8 ga 400 balon. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. 1 yil garantiyalari bor. Bundan keyingi motoblogimiz Matakama firmasiga tegishli. Mana ham original, sifati juda zo'r. Uni balonlari 10 ga 400 balon bo'ladi. Frezer pichoqlari 4 talik, uniki 4 tadan 8 ta balon 360 gradusga buriladigan. Buni narxini 3 million 900 ming qilib beramiz. Buni ham har xil ranglari bor mana. Bundan keyingi motoblogimiz mana Powerage firmamizdan 960, 9 ga 9 bo'ladi. Frezer pichoqlari 4 tadan 8 ta bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 6 million so'm qilib beramiz. Buni ham 1 yil garantiyasi bor. Xuddi shuni kapotli varianti bor. Powerage firmamizdan 9 ga 9. Buni ham pichoqlari 4 tadan 8 ta bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 6 million 300 ming qilib beramiz. Bema firmamizdan 7 ga 7 motoblogimiz. 760 narxini 6 million 200 ming qilib beramiz. Pichoqlari original, pechatli pichoqlar bo'ladi. 3 qatordan 6 qator pichoq bo'ladi. Bundan keyingi firmamiz mana Texa firmasidan. Bu ham original. Buni ham pichoqlari 4 talik bo'ladi. 4 tadan 8 ta pichoq bo'ladi. Balonlari 10 ga 400 balon. O'yib yozilgan mana bu Texa. Pilisiga moy datchiklari ham bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak 4 million so'm qilib beramiz. Zubur motoblogimizga keladigan bo'lsak 192 motor bor. 12 ot kuchli. Komplektida frezer pichoqlari, o'tirib haydaydigan sidinasi, bittalik plugi bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, hozirda skitkada 13 million 500 ming qilib beramiz. Bundan keyingisi 196 motorligi bor. Unisining narxini 15 ot kuchli bo'ladi. Unisining narxini 14 million 500 qilib beramiz. Uni ham xuddi shunga o'xshab komplektida frezer pichoqlari, o'tirib haydaydigan sidinasi, bittalik plugi bo'ladi. Bundan keyingisi 11.00 Zubur motoblogimiz bor. Uni komplektida ikkitalik plugi, o'tirib haydaydigan sidinasi, frezer pichog'i bor. Uni ham skitkada 17 million so'm qilib beramiz.